Rahmat, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanasan? Yaxshimisan? Charchading? Yaxshimi? Ha. Keling, nima kelasiz, aka? Soch katalab berdingiz, soqollarni olib. Bo'ldi, faqat shunday bizib bordim, Ahror aka borku, shunday uylarga kirib yurolmaylar-da. Shunga yarim soatda chiqaman lekin. Yarim soatda qaytasanmi? Bo'lmasa mana shu o'tib kutishroq odammiz. Ishni uxlab ketaman-da faqat. Yo'q, uxlamayman, tashqarida sovuqda turmayman, men kutib o'tirib turaman. Yarim soatdan keyin birpasda kelakansan. Bo'lmasa hech kimni kirgizmay turing, men shunday boraman, qaytaman. Bo'ldi, hop, mana shu o'tirib turaman, jim o'tirib turaman. Bo'ldi, hop. Oyoqlarim olib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, bo'shmidingiz? Ha, bo'shman, tinchlikmi? Chochimni olib qo'ying. Ertaga uchrashuvim bor edi, o'shanga chiroyli qilib qo'ying, paparatka qilib. Hop. Necha pul berasiz? Necha pul? 50 minglar bo'ladi-da. Ha, mayli, beraman. Chiroyli qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, o'tiring, qani o'tiring. Nechta qo'yib men olib yurganman, soch nima bo'pti? Ikkan aytsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Aka. Aka. Oldinga parta taqmaysizmi? Hozir hamma yoqim choch bo'lib ketadi. Siz ham oldin 50 mingni bering, keyin olaman demayapman-ku. Beraman, choch olib boring, beraman. Ha, men ham taqaman, bo'ldi 50 mingni bering, gap yo'q. Bormi 50 ming? Bor mana. Bo'ldi, mana. 5 ming. Mana 50 ming, aka. Bo'ldi, mana. Hamma yoqim choch bo'lib ketadi. Mana 50 ming. Mana endi bemalol chiroy qilib, Ha, chiroyli. uchrashuv bormidi? Ha, bugun uchrashuvim bor. Ha, qo'g'irchoq qo'yaman, u deyap. Qiz ham shunaqa xursand bo'lib ketadi. "Vo, mana baxtim ochilibdi" deb. Anlasizmi? Hozir burnimga narsa kirib qoldimi, bilmayman. Aziz bo'lmayaptimi, aka? Hozir shuni burnimga olib qo'ying hozir. Nima bo'ldi aka? Kelsanmi? Mashinaga nima oldingiz? Men mashinaga kelaman. Hozir bitta bola kelibdi. Sal nero ekan. Kalga olib qo'ying dedi. Hop deb kalga otdim, burunlarini sochda kirdi, ishing og'ir ekan. O'shanga keyin kelayotgan o'zing davom etib olib qo'yasan kalga. Siz oldiringizmi? Men keyin kelarman hozir. Yo'q, hozir sal ishlarim bor. Kalga o'ta tez bo'laman. Yuring. Ya, men keyin kelarman, hozir shoshib turibman. Qaq ketdi. Mana qaytdi. Uchrashuvga chiqmoqchi edim-ku men. Pariging yo'qmi?